Ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib, taqdir qilingan vaqt kelguncha Yajuj va Majuj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi. Rivoyatlarda keladi. Har kuni teshishadi. Ozgina teshib ochiladi. Devor deyarli o'tib ketadigan holatga kelib, ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha Alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi. Rivoyatlarda keladi, har kuni kavlaydida, endi teshishga yaqin bo'lgan paytda ularning boshlig'i ketdik. Ertaga teshib chiqamiz. Qaytadi. Qaytib kelsa, yana devor borgi holatda. Ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida. Ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb. Shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi. Birodarlar, ular bor. Ular bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib, ana shu Zulqarnaynning saddini, devorini ko'rganligini aytadi. Ibn Kasirda keltiriladi. Sifatlab ber deganida falon sifatni aytganda o'sha Sadd Iskandariy bo'ladi deb aytadi. Ana shu Zulqarnaynning urgan devori deb aytadi. Bu bor, hali ham kavlashyapti birodarlar. Kunlarda birda Nabiy sollallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'onib ketarlarda, arablarning holiga voy bo'lsin. Zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi. 1400 yil burungi gap.